Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz tayoqchasmon bakteriyalardan Bacillus anthracis, Bacillus cereus haqida. Demak, bular ham gram musbat bakteriyalar va o'z ichiga ikki xil bakteriyalarni guruhini oladi. Bular aerobik kislorodli muhitda yashovchi va anaerobik kislorodsiz muhitda yashovchi bakteriyalarimiz. Mana shu aerobiklardan demak Listeria, Bacillus va Corynebacterium mavjud. Shulardan bugun Bacillus anthracis va Bacillus cereus haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ikkala bakteriyamiz uchun ham xos bo'lgan dastlabki xususiyatlardan birinchisi bu ularning gram musbat ekanligi. Mana bu uylariga qarasak, binafsha rangda turibdi. Bular binafsha rangda, demak, ikkala bakteriyamiz ham gram musbat ekanligini bildiradi. Undan tashqari, bular uchun xos bo'lgan xususiyatlar, mana bu pastda turgan yong'oqlarga e'tibor bersak, pastda ko'pgina yong'oqlar turibdi. Bu ikkala bakteriyamiz ham sporalar hosil qilishni bildiradi. Sporalar bularni noqulay muhitdan himoya qilishda ishtirok etardi. Endi bundan tashqari, mana bu pastda turgan olov purkagich. Bu olov purkagich ikkala bakteriyaning ham obligat aerobligini, ya'ni faqat kislorodli muhitda yashashini bildiradi. Demak, birinchi bakteriyamiz Bacillus anthracis. Bacillus anthracisni eslab qolishda biz mana bu rasmdagi Asterix va Obelixdan foydalanamiz. Birinchi belgimiz mana bu Asterixning qo'lidagi qalqoni va o'sha qalqonda D harfi tushirilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu D harfi bu bakteriyaning kapsulali ekanligini bildiradi va kapsulasi ham o'ziga xos polipeptiddan iborat bo'lib, mana shu polipeptid poli-D-glutamat deb ataladi. Bundan tashqari biz mana shu Bacillus anthracisni laboratoriyada koloniyalarni o'stirib ko'radigan bo'lsak, ko'pincha meduza head appearance'ni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni meduza boshiga o'xshab koloniya hosil qiladi. Buni eslab qolishda biz mana bu chumoli uyasiga qaraymiz. Demak, chumolilar uya qurgan. Bu xuddi meduza boshiga o'xshab mana bunday holatda joylashgan. Bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Bacillus anthracis koloniyalarni laboratoriyada o'stirilganda meduza boshi kabi ko'rinish berib o'sar ekan. Mana shu Bacillus anthracis o'zidan egzotoksin ajratadi. U egzotoksinning nomi antraks toksin deb ataladi. Antraks toksin 3 ta tarkibiy qismdan iborat. Ulardan birinchisi protective antigen, ikkinchisi lethal faktor, uchinchisi edema faktor. Buni biz mana bu gram musbat uylarda ko'rishimiz mumkin. Lethal faktor LF harfi bilan ko'rsatilgan, EF esa bu edema faktor hisoblanadi. Demak, o'zining egzotoksinligiga ega va mana shu egzotoksin protective antigen, edema faktor va lethal faktor deb atalar ekan. Mana shu bakteriyamizning antraks toksini 3 ta tarkibiy qismdan iborat deb aytdik. Demak, ulardan birinchisi protective antigen, ikkinchisi lethal faktor va uchinchisi edema faktor hisoblanadi. Bular organizmga kelib tushganda, demak, hujayra ichiga kirgiziladi endositoz usuli orqali. Demak, hujayra ichiga endositoz bo'lib kirgizilib, ikkala toksin ham o'ziga xos jarayonlarni buzish natijasida maxsus patologiyalarga sababchi bo'ladi. Misol uchun, mana bu edema faktorimiz organizmga kelib tushdi va bu yerda adenalat siklaza bilan qo'shiladi va uni aktivlaydi. Adenalat siklazaning vazifasi esa ATFdan siklik AMFni hosil qilish. Mana shu ATFdan siklik AMF hosil bo'lib, uni miqdori oshadi-da va organizmda shishga, ya'ni edemaga sababchi bo'ladi. Endi ikkinchisi bu lethal faktorimiz. Mana shu lethal faktor bu ham endositoz bo'lib kirgandan so'ng maxsus mana shu hujayraning o'sishi va differensiatsiyasini ta'minlovchi MEP kinase degan sistemani parchalash xususiyatiga ega hisoblanadi. Demak, bu sistemamiz MEP kinase aynan hujayraning o'sishini va differensiatsiyasini ta'minlab beradi. Endi bu lethal faktor aynan mana shu sistemani parchalab yo'q qilgandan so'ng organizmda oxir-oqibat apoptoz va hujayraning o'limiga sababchi bo'ladi. Demak, shu mexanizmlar orqali to'qimalarda shish va nekrozga sababchi bo'lar ekan mana shu egzotoksinimiz. Demak, Bacillus anthracisni biz edema faktori va lethal faktorini mexanizmini ko'rib chiqdik. Endi kasalliklarga o'tamiz. Mana shu antraksisni 3 xil kasallikka sababchi bo'ladigan formasi mavjud. Ulardan birinchisi bu o'pka formasi, ikkinchisi teri formasi va uchinchisi gastrointestinal formasi.
Mana shu formalarni o'z vaqtida davolamaslik natijasida gemorragik meningitga ham olib kelishi mumkin. Endi teri formasi asosan bu og'riqli papulalar bilan boshlanadi. Bu terida ko'tarilib turuvchi 1 santimetrgacha bo'lgan toshma hisoblanadi. Mana shu papula hosil bo'lishi demak ko'rdik, edema faktori tufayli shish va pufakchaga sabab bo'ldi. Mana shu vezikulalar aynan edema faktori hisobiga paydo bo'ladi. Buni biz mana bu Abilixni qo'lida turgan qora yaralarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu qora nekroz hisoblanadi va pastda mana bu uning iti turibdi va uni ham qora yaraga o'xshagan qog'ozni ushlab olgani. Bu aynan kuydirgi deb ataladi, shuning uchun ham qora nekrozga sababchi bo'ladi. Agar o'z vaqtida davolanmasa, bu bakteriya miyaga o'tib ketadi, qonga o'tib tarqalib o'limgacha sababchi bo'ladi. Endi bundan tashqari pulmonar formasi mavjud, ya'ni o'pka formasi. Sporalar ingalyatsiya orqali yuqib qoladida va o'pka formasiga sababchi bo'ladi. Bu asosan hayvonlar bilan ishlaydigan odamlarda uchraydi. Mana bu wool sorter disease deb ham ataladi. Ya'ni hayvonlar juni bilan ishlovchilarda nima uchun uchraydi desak, sporalar hosil bo'lgandan keyin tashqi muhitga tushadi va hayvonlarda juni ko'p bo'lganligi sababli shu junlarga yopishib qoladi. Endi shu jun bilan ishlovchilar sporalari nafas yo'llariga tushib qolishi natijasida shu nafas yo'llarida kasalliklarga sabab bo'ladi. Buni biz eslab qolish uchun mana bu sketchining orqa qismida joylashgan qo'yga qarasak, demak unda juni ko'p qo'yda va bu aynan sporalar yopishib qolishi mumkin. Endi mana shu qo'y juni yoki hayvonlar juni bilan ishlovchi odamlar misol uchun junini olganda yoki sporalarni o'pkaga yuqtirib oladida va natijada isitma, o'pkada qonashlar va mediastinitga olib keladi. Mediastinit bu o'pka orasidagi maydonning kengayishi. Buni biz X-rayda ko'rganimizda, ya'ni rentgenda ko'rganimizda ikkala o'pkaning o'rtasidagi maydonning kengayganligini ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari o'pkada qonashlarga ham sababchi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Buni eslab qolishda biz mana bu ikkita bochkaga qarasak, o'pka tasvirlangan va ularning orasidagi maydon kengaygan, mediastinitni bildiradi va yuqori qismida mana bunday qon chiqib turibdi. Bu o'pkada gemorragiyani, ya'ni qonashlarni bildiradi. Demak, mana shu pulmonar antraks juda ham xavfli hisoblanib, tezlik bilan tarqalib patologiyalarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bundan biologik qurol sifatida ham foydalanishgan. Endi ikkinchi bakteriyamiz bu Bacillus cereus hisoblanadi. Buni mana bu 3 ta odam tasvirda ko'rishimiz mumkin. Mana bu chol va ikkita mana bu odam bilan eslab qolamiz. Bu bakteriyamiz ham gram musbat hisoblanadi, obligat aerob va sporalarni hosil qiladi. Demak, bu asosan ovqatdan zaharlanishga sababchi bo'ladi. Misol uchun gurunchli mahsulotlarni pishirgandan keyin uni qayta isitib yeyish natijasida sodir bo'lishi mumkin. O'zida spora saqlagani uchun sporalar odatda gurunchli mahsulotlarni qayta isitib pishirgandan keyin o'lmaydi, chunki sporalar issiqlik muhitiga, tashqi muhitlarga juda ham chidamli. Mana bu cholga qarasak, u gurunchli damlama tayyorlayapti deb eslab qolsak bo'ladi va mana shu bakteriya tushganda gurunchlar qayta isitilganda ham o'lmaydi, chunki sporalarga ega va natijada mana shu bakteriyalar uni ichida ma'lum vaqt saqlanadi. Qayta isitilgandan keyin sporalar qulay muhitga tushganda o'zidan enterotoksinlarni ajratadi. Va mana shu enterotoksinlar ikki xil kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Ularning birinchisi bu emetik tipdagi diareya turi. Bu ovqat yeyilgandan tezlik bilan 1 soatdan 5 soatgacha juda ham kuchli ko'ngil aynishi va qayt qilishga sabab bo'ladi. Buni eslab qolish uchun mana bu odamga qarasak, demak 1 soatdan 5 soatgacha turibdi va bu yugurib ketyapti. Ko'ngil aynishi, qusish belgilarini ko'rishimiz mumkin. Bu aynan emetik tipdagi hisoblanadi. Ya'ni bunda preformin toksinlar hosil bo'lgan, ya'ni organizmga hali bakteriya tushmagandan oldin toksin hosil qilib qo'ygan
va ovqat ichida shu toksin tayyor holatda turgan va natijada oshqozonga shu toksin tushishi bilanoq oshqozon faoliyati buziladi, ko'ngil aynishi, qayt qilish holatlari kelib chiqadi. Bu toksin serulit toksini deb ataladi. Endi ikkinchi turi bu mana shu preformit hosil qilmaydigan toksinlar, ya'ni bakteriya organizmga tushganda oldindan hosil bo'lmagan turi. Buni hosil bo'lishi uchun vaqt kerak. Ya'ni bakteriya organizmga tushib, toksin sintezlash uchun ma'lum vaqt ketadi. Bu aynan 8 va 18 soat ichida bo'ladi. Shuning uchun mana shunday belgi keltirilgan 8 va 18 soat. Va ma'lum vaqt o'tgandan so'ng ichaklarga yetib boradida va ovqat diareal tipga sabab bo'ladi. Bu preformit toksin emas, balki GI trakka tushgandan keyin hosil bo'lgan toksin hisoblanadi. Suvli qonsiz diareyaga sabab bo'ladi va bu 8-18 soatdan keyin hosil bo'lar ekan. Bu ikkinchi turi. Birinchisi esa 1-5 soatda tezligi bilan hosil bo'lib, qusish va ko'ngil aynishiga sabab bo'layotgandi. Demak, endi bu bakteriyalarni davolashda biz asosan qo'llab-quvvatlovchi terapiyadan foydalanamiz. Mana shu yo'qotilgan suvni qayta tiklash kerak bo'ladi va bundan tashqari biz antibiotiklar qo'llasak bo'ladi. Antibiotiklar hosil bo'lgan toksinlarni, ya'ni preformit toksinga ta'sir eta olmaydi, chunki bu bakteriya tushmasdan oldin hosil bo'lgan. Bakteriyani o'ziga ta'sir qilish mumkin, lekin toksinga ta'sir qilmaydi. Demak, ikki xil antibiotiklardan foydalanamiz. Ulardan birinchisi ftorxinolonlar va ikkinchisi doksisiklin hisoblanadi. Ularni eslab qolishda mana bu asterixni qo'liga qarasak, gul turibdi. Bu gul bizda ingliz tilida flower deyiladi. Flower demak ftorxinolon so'ziga moslab mnemonika qilib olamiz. Demak, bundan keyingi sketchlarda ham bizda agar gul keladigan bo'lsa, bu ftorxinolonlarni bildiradi. Ikkinchisi esa doksisiklin. Mana bu rasmning orqa qismida turgan arabani demak g'ildiragiga qarasak, bu xuddi mana bu velosipedni g'ildiragini eslatib yuboradi bizga. Bu bicycle, ya'ni doksisiklin so'ziga bicycle'ni mnemonika qilib olamiz. Demak, doksisiklin va ftorxinolon orqali biz davolashimiz mumkin ekan ushbu bakteriyalarni.